Assalomu alaykum kuzatuvchilar, tinchmisizlar? Mana hozirgi obyektimiz Qozog'iston Qizilo'rdada ketyapti. Bog'cha qurilishi 2 etajlik mana bu ko'p qavatli binolar ostiga shu davlat bog'chasi sifatida topshiriladi. Xususiy obyekt hisobida ketyapti hozir. Buni proyektini aytadigan bo'lsak 2 qavatlik bo'ladi. 36 metrga 36 metrga 17 metr. İchlari yarim g'ish перегородка bo'ladi. Xullas 140 mingta, 145, 140 mingta mo'ljallangan g'ish proyekt bo'yicha, chertoj bo'yicha. Hozirda birinchi etaj pashta bitish arafasiga kelib qoldi. Mana bu tomonni уже ko'tarildi, ishlari bo'lgan. Перегородкалari xuddi shunday nimalari qoldi. Anchadan beri YouTube'ga ham video qo'yganimiz yo'q. Ko'rinishlar bilan, mana shu nimalar bilan, kladka bilan shug'ullanganligimiz uchun endi bir-ikki maslahatdan keyin bir qo'yib yuboraylik dedik. Mana ko'rib turibsizlar, bemalol pishgan g'ishdan to'liq pishgan g'ish rastvor bilan urilyapti. Bu tomonni ham ko'rsatamiz. Mana bu obyektimiz 28 ming dollarga olingan. Krishasigacha shuvog'i, kladka, beton, общий 28 ming dollarga nimasi cho'rnovkasi olingan. Отделка hali договор qilingani yo'q. Mo'ljalimiz avgust oxirlari sentyabrga cho'rnisi bitish ehtimoli bor. Xudo xolasa. Endi tez-tez mana shu qisqa bo'lsa ham videolarni joylab boramiz. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.